bitti taslar. Bitti bastard. Sen bitti zatlar. Hechkimga aytma astarda. Alo. Alo, xotining mani qo'limda garovda. Nima? Короче, xotiningni sog'omon ko'rmoqchi bo'lsang, $50,000 berasan. Qancha? Sen jinnimisan? Nima mol bozorga bormagansan, ha? Mol sotmagansan? Ya qimmat, tushirsan. Dal ahmoq bu. Bo'pti, 40 ming berasan. O, gayak. Hali xotinim seni qo'lingdami, yo'qmi, men bilmayman. Lekin 40 ming qimmat. Nima, sen menga ishonmayapsanmi? Gapir. Ishondingmi? Ayyo. Hozir sun'iy intellekt ko'payib ketgan. Lubboy odam ovozini o'xshatsa bo'ladi. Agar ishonmasang, barmog'ini kesib jo'nataman. Barmoq? Hozir borku lubboy odamda barmoq bor. Uni barmog'imni, boshqani barmog'imni qayerdan bilaman? Nima qilsam ishonasan? Kallasini jo'nat. Siraz ishonaman. Bu tom ketib qopti buni. Qiz. Ering bilan qo'shmazor bo'l. Qaytib ko'zimga ko'rinma. U meni lo'q deb o'ylayapti. Axir men mol bozorda ishlaganman-ku. Kallasini jo'natib yuborishsa.